2018 yıl Matiz dostlar. Avtomobilimiz. Demek 68.000 kilometre yürüttü. 4 tane balon koyulgan. Kemçilik yok. Metanı bo. Yine balonla koyulgan. Sıqadı koytaring. Metan koyulgan 68.000 kilometre yürgen. Elektrik bola orasına. 8.700.000 so'm bilan chiqadi. Oylik to'lov 2.400.000 dan 4 yil chiqarib beramiz. Balonlar toza, rasxoti yo'q mashinada. 2 dona eldinki kalente issangan ko'ri. Prostoy variant. Bahosi 58 million so'm naqd pul olsa kelishamiz. Shunda. Gelib aydak ko'rib olaverasizlar.